Assalomu alaykum do'stlar. Men o'rtog'im Bekman kelyapman va shaharda o'zimga yangi kiyim, yangi iPhone X oldim. Endi videolarim iPhone X da chiqadi, to'g'rimi Bek? To'g'ri. Ovoz sal yo'g'on eshitiladi, endi xafa bo'lmaysizlar. Yurchi merni oldiga, mer senga uy bersa kerak. Aytgancha merimiz yangi, ovozi boshqacha eshitiladi videodan tashqari. Tushundingmi? Xo'p. Qishlog'ing boshqacha ekan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Nima, keldilaringmi? Ha, nima grippmisiz? Yo'q, ovozimiz shunaqa edi. Bu kim? Ha, bumi sinfdoshim Bek. Sinfdoshim deb o'rtog'im Bek. Salom. Salom Bek. Nima kerak sizlarga? Aytgancha agorotiga tez qarab qo'y, urishing. Ha, qarab qo'yaman janob mer. Uy kerak edi Bekka. O'zingman tursa bo'lmaydimi? Ha, bo'ladi. Uyimda как раз ikkinchi qavati bor. Ara, borib o'sha yoqqa joylashtirib qo'y men o'rtog'ingni. Agar mebellar kerak bo'lsa, o'zim oldim ekan yoki dastlabga qo'y. Qarochi bo'pti. Men ishlarim bor edi bir ikkita hujjatli. Bo'pti, mer ketdik. Bek ketdik. Xo'p, ketdik. Balandroq gapir, ovozing videoga eshitilmasligi mumkin. Menga uy solishimiz kerak-da. Senga uy kerak emas, mening uyimda ikkinchi qavat bor, yurgin. Uying qaysi? Mana bu yerda yurgin. Ketyapman orqangda. Ana Artur bor, videolarimda chiqqan. Aha. Uni uyi men bu yerda negadir anchadan beri yo'q. Men bu mening uyim. Kelmaganimga hech kim qaramabdi. Kir. 2-3 hafta yo'q ketdi. Mana ikkinchi etajga chiqqan, ikkinchi etajda. Televizoring bormi? Ikkinchi etajga chiqqan, ikkinchi etajda. Mana bu yerda, nar shotidan. Mana. Ikkinchi etajim meniki. Voy. Nima? O'rimchak uyga bosib ketibdi. Qorning ochgan bo'lsa, ana uning ichida u bor. Ana ovqat bor. Hech kim qaramabdi, ketganda toza edi. Hozir tozalab tashlayman. Anchadan beri kelmagan bo'lsa kerak-a? Anchadan beri kelganimiz yo'q. Mebellaring bormi? Yo'q, uyim ham yo'q, ko'chada yashayman. Uying kim mana bu yerda? Nimcha ko'nglingga olding? Tepaga chiqqan toza qilib qo'ydim. Menga bular qo'yib qo'y. menga bolta kerak. Nega? Uy solaman o'zimga. Ya kim Bek? Mana bu yerda yashaysan. Tepaga chiq, toza qilib qo'ydim. Endi chiqishni oqilay, uncha pulim yo'q. Nima qilamiz? Bitta karvat kerak, karvat yasashimiz kerak, ketdik. Hozir do'konga o'tib kelaman. Ungacha do'stlar, biz do'konga borib kelganimizcha videoni so'qib turaman, keyin yana mebellar qo'ygandan keyin yoqaman. To'xtanglar. Hop. Do'stlar, biz Bek bilan mebellarni hozir olib keldik. Albatta chiqib keldik, уже tun bo'ldi. Olib kelib bering desam, olib kelib bermadi, chunki kam pul to'ladik-da, to'g'rimi Bek? To'g'ri. Televizor oldik, karvat oldik. Televizor emas, televizor olmabmiz notebook bilan. Keyingi safar olamiz, pulimiz qolmadi. Mer xonasiga kirib qo'yma. Yaxshi. Xayrli Hech kun. narsa qilmaydi. Sizlar ham yashab turinglar. Kedesiz Bek. Aytgancha men shotimni ham oldim, chiqolmadim deganingga. Bek kam gap, chunki uncha videoda gaplashmagan va o'rganmagan gap. Qochib tur. Ana. Ana. Bo'ladimi? Bo'ladi bugunga. Bo'pti, xayrli tun. Bek uxlashni boshladi. Men ham ana Bek uxladi dedim, men ham uxlay. Xayrli tun do'stlar. Bek, turdingmi? Cho'milishga boraylik, cho'milishga. Yur, bet qo'limizni yuvak. Eshikni yop. Ana suv. Ana. Betda cho'milmaymiz. Bet qo'l yuvishga. To'xta. Bir ikki narsalar uyga qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Ketdik, g'origa kiramiz, zombilarga o'xshamiz. Betda unaqa narsalar yo'q. U faqat rederda, kerak o'shalarda. Bolta olamiz. Men nega? Daraxt chopamiz. Tirikchilik qilamiz. Puling bor-ku? Ketak. Puling bor, nega bunaqa qilyapsan? Oho.
ketdik. Qayerga boramiz endi? Cho'milishga bormoqchi eding-ku, boltani menga ber, cho'milishga boramiz. Eshitibsan? Eshityapman. Cho'milishga boring kelyaptimi? Boring kelyapti. Unday bo'lsa yurdi tez-tez. Shuni tashish qiyinmi? Bergim kelmagandi-da. Bu yoqqa etga bu odamlar ishini qilgan. Oo. Meduzalar bor ekan, qara. Yerda yuraveradi. Chiq. Men seni toza joyga olib chiqaman. Bittasiz. Yur bu yoqqa, bek. Shamollab qopma. Aytdim yoqqa tushma deb. Yur, daraxt. Mashinaga tikala tasha olasan? Tashlaman, qara, qarab tur. Ay! Uy, tasha. Qara. Tasha. Hopa. Oh, Bo'laveradi senga. Va, mazza. Mazza cho'mish kerak bitta. Baliq tutish kerak. Qarmog'imiz yo'q-ku. Agar kecha aytganda qarmoq olardim o'zim bilan. Suzishni bilasanmi? Yo'q. Uning uchun klaviaturadagi W ni 2 marta tez bosish kerak. Voh, suzyapman. Ana bular ekansan. O, men baliqman. O, meduzani qara. Yo'q, chiq, hozir havoga tushmay qoladi. Voh. Baliq o'ldiramizmi? Meduzani yoqasa o'ldir, baribir bo'qam bermaydi. Tegma meduzaga. Sasib ketdi. Qoch. Cho'milsang o'zing cho'milaver. Yog'i. G'origa kirish kerak. Nima qilasan? Agar keyingi safar nomer o'tganda promofer qilsam, survival qilamiz. Eshitdingmi? Eshitdim. Seni kanalingga ham reklama qilyapman. Biroz. Yur ketdik. Qo'lingni tashib ol, nima qilasan? Meduzam. Tez yuguribsan, to'xta. Minecraftga yangi keldim deymi? Minecraftga yangi keldim. Bilinib turibdi. Nima? Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Tugatmoqchimisan? Ko'p bo'lmadi, lekin bunaqa qiziq. Birinchi videoga bo'ladi, to'g'rimi do'stlar? Bizni kuzatishda davom eting, like bosing, kommentariy yozing. Biz bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz. O'ldi. Men nima jonivozgina qoldi. Qoch! Yaxki, sen kimning kanaliga kim nomidan gapiryapsan? Yaxki sen? Agar o'tim yezib tashlading. Yaxki, sen menga agar o'tim yezding. Yaxki, do'stlar, men mana agar o'tim yezganim uchun urib bo'lgandan keyin videoni qo'yaman, bo'pti. İşte. Yo'q, kim?